Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizga Case va New Hollandni narx-navolarini bitta-bittalab aytib chiqaman. Ketdikmi? Tak. Case Puma 220. Nolasi narxi 1,970 million. Buning ichida NDS va subsidiyasi mavjud. Keyingisi New Holland T7 260. Narxi 1,900 million. Buni ham NDS va subsidiyasi mavjud. Case Puma 155. Buning narxi 1,975 million. Buning narxida faqat NDS mavjud, subsidiyasi yo'q. New Holland T6070 ko'pga tanilgan traktor. Narxlari 950 milliondan bo'lyapti. Bunda ham NDS va subsidiyasi mavjud. Press отборщикlarimiz. New Holland BC 5070. Buning narxlari 230 million bo'lyapti. Xo'p. Жатkalar. Magnum 340. Narxi 3 milliard so'm. Bunda ham NDS va subsidiyasi mavjud. Xo'p. Keyingisi ikki qatorli paxta teriydigan kombaynimiz. Narxi 1 milliard 600 million so'm bo'lyapti. Bunda ham NDS va subsidiyasi mavjud. 4 qatorli paxta teriydigan kombaynimiz. Narxi 3,5 milliard bo'lyapti. NDS faqat mavjud. Va oxirgiga kelamiz. New Holland TCB 90. Buning narxi 2 milliard 550 million bo'lyapti.